Assalomu alaykum hurmatli mekendoshlar. Bugun 21-iyul 2024-yil Jalobod oblusi Alabbuqa rayonidagi mol bozordamiz. Bu videoda uylardan bog'larini tartib ko'rsatganga harakat qilamiz. Video yoqsa like bosib, kanalga qattiq bo'lgan bo'lsangizlar, qattiq qo'yib bo'ladi to'g'onlar. Assalomu alaykum aka. Qancha bo'ldi uy? 70 ga berib edingiz. Qanchani tug'gan? Berdi tug'gan. Bo'z ekana? Kech bo'z. 70 ming so'mga berib edingiz ha? Zo'r bo'ldi. 70 mingga berib berdim. Qancha so'mmi? Qancha so'm aka? Assalomu alaykum aka, qandaysiz? So'xtarsiz. Aka qancha bo'ldi endi baloy? Tushuntirib qo'ying. Aytib qo'ying ham aka. Tartib bitib qo'ydim-da endi. Siz o'zingiz tartmadimi aka? 100 so'radilar. Nima orqasidan so'radi? Boshda ertadan 100 ga berildi-da. Allah razı olsun aka, rahmat. Assalomu alaykum aka, qandaysiz? Sen so'xtarsiz. Qancha bo'ldi endi baloy aka? Birov qarmatib ketdi. O'sha birovniki qarmab turibsiz. O'sha bir so'raganni bilmaysizmi? Qancha bo'lganini? Qancha bo'lyapti bu qa? 74 pul, 2 ming qo'shmaydi. 76. Qancha so'radi? 76. 76 mingga berilmayapti. Bak. Qancha oldu endi baloy? 88 mingga berildi. Yine bala. Realne babu var. Qancha bo'lyapti? 63. 63 mingga berilmayapti. To'rpog'i urg'och ekan. Qancha bo'lyapti aka? Realne bor ekan. 30 ming. 30 mingga so'rayapsiz, bermayapti. Bering ava. O'zi qo'shilib 30 ming so'm bo'ldi. Realne aytqila qancha bo'ldi aka? Şu tatlı başka ketdi. Başka Ava qunozing qancha bo'ldi? 45 ga bermaysizmi? 45 mingga berdim. Sura keng, realne satayli shuni. Qanday odam tartdi? Mayli, qo'lingizni tortyaptim aka. Sura. Evet, içine koysan böyle. Acayip istiyorum. Mazlumlar. Ava qanchadan bo'ldi? 55. 55 dan bermedingiz. Bermedim deydi. 55 mingga qimajlar. Buqa to'rpoq ekan, qancha oldi aka? 48. 48 ga bermedingiz. 48 mingga berildi buqa. Chash buqa to'rpoq ekan. Bozoringizni bersin ha. Assalomu alaykum, qari aka, qandaysizlar? Den so'qtaringizlar, yaxshimi? Qancha bo'ldi? 78 bo'ldi. Assalomu alaykum. 78? 78 mingga berildi buqa. Mana Yine bala qancha oldu? 65 bo'ldi. 65 ming so'm bo'ldi. Chaqani ekan. To'rpog'i urg'och ekan. Shu yaxshi. To'rpoq qancha oldu aka? 46 mingga bermedingiz ha? 46 mingga berildi dedim. To'g'onlar. Nerede jami? To'rpog'im menen chaqan birinchi uy bor ekan. Buraya Aga qancha oldu bu? 65 ming kami var. Bozor so'radimi? So'radi. Qanchaga? 60 mingga bermedingiz. Biroq chaqan uy bo'lgan menen sutiga o'xshaydi-da. Mashinada bu torpaq tushadi. O'shada mana jelinlar o'ta zo'r ekan. To'ydirish ham o'yda bo'luydi-chi, to'ydirib, sağıp turib ichivera turganda, ekonomishni. Tiko. Akmat.
Мындай туугандар базардагы бар уйларды тарттык окшойт. Сал кетирак келип калыппыз. Мына кийинки видеодо кой базардагы обзор кылабыз. Кой базардын видеосу отдельно болот. Каналга подписаться болуп, биздин каналды күзөтүп туруңуздар туугандар. Барын тартабыз иншалла. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер. Бүгүн 21 июль 2024 жыл Жалал Абад облусу Алабука району. Бул видеодо койлордун бааларын тартып көрсөтөбүз. Видео жакса лайк басып, каналга катталып койгула туугандар. Биринчи мына ушул козулардан баштайбыз. Биринчи канчадан болду аке? Козулар 9,5 миң болду. Кочкор 9500 сомдон берилбеди козу кочкорлор мына. YouTube канал. Канча сом? Нурспорт, KG. Деп жазсаң YouTube-га тартып коем сени. Дерсен базар кандай? Сен алып чыктыңбы? Эмне алып чыктың? Кочкор алдык. Алдыңбы? Кана? Көрсөтчү, канчага алдың? Жүр. Kançadan mı oldu? Kançadan oldu? 10.300 somdan ha? 10.300 somdan aldık durumda. Kozu koç oldu. Zor eki. Kança oldu ake? 12.900 koç koç. Soyaz mı? Bular alındı var ki? Kaçıdan mı? Biri 28, biri 29 şunday verilir tuğanlar koçkorlar. Qaytalar bir yosh qo'yi qirqilgan tajribar sur boqaji oldu. Bazan nechini joyda tuğanlar ko'rib turganlar bo'lsa, g'alatidan so'rida o'zbek tilida tasavvur Aka, kozlar kaça oldu? Ve az tatlı ketsin okuydu mu? Kaçadan oldu aka kozlar? 30.500 oldu. Üçü ha? 30.500 üçü. Kayzı satıldı? Kozu. Koz kança oldu? 4.000'ge. 4.000'ge kozu satıldı mı? Arzan oldu. Kançadan oldu ama? 9, 10, 12 vermediniz. 9, 10, 12 değil. Vermedim deydi. Tuğanlar kimdir çin söylüyor, kimdir жалган söylüyor. Bizi ildi bergen malumatını da çıkarıp atağız. Oğlan tartıp kaç. Kança oldu? Ömer'in aç. Bizi tortmay oşadan tortmayın. Kança oldu? Koy kança oldu? 10.000. 10.000 de var. 10.000 de Ömer'in aç yaparsın. Ömer'in. Alat da uy. Çalışıp. Satmazdın bari satmazdın sen. Kayzı satıldı. Kança oldu? 15 yarım. Kanday? 15.500 son oldu. Ama bu serkevi? Take mi? Kançadan mı oldu takeler? Tekeler. 7.000'den. 7.000'den bermediniz mi? Nogu koy kança oldu koy? 9.000'ge bermediniz ha? 9.000 sonra verilir. Hayda mı? Aka kançadan oldu kozlar? Kozlar 20.200 oldu. 20.200 son. 10.500'den aldı. Sol otur ha. Assalamu alaikum. Aka kançadan oldu? Soğuda bulbay atır. Soda bolbay atır. Özünüz kança sorup atırdı aka molcu oldu? 20'den de var. 20.000'de. Koçkora vardı.
Assalomu alaykum, bozor ko'mlar shu yerda qol ha? Qanday? Ne oldu? Bozor aldinglarmisiz? Sotilyaptimi? Ne bo'lyapti? Vardı, almadan, satmadan. Qanchadan bo'lyapti bundan shunday qo'chqorlar? 13.500 so'mdan. 13.500 so'mdan bo'lyapti. Bo'lar. Qanchadan bo'ldi? Aka qanchadan bo'ldi? Bize kaç gün al bu? Qancha so'm? 9200. 9200 so'mdan bo'ldi. Juda zo'r, yaxshi. Qanday? Ne satqani kelding? Aldingmi? Aldingmi? Qani ko'rsatchi? Qanchaga alding buni? 20'ga. 20'ga? Qimmat olyapsizmi? Sen молодец, bozor ko'm bo'lasan sen. Assalomu alaykum. Ava. Qanchadan bo'lyapti qo'zlar? Tanda alam 9200 dan berem deydi. Berdiniz mi anan? Yok, ekşadım verdim falan dedi. Bazarınızda versin hava. 9200 so'mdan tanda alışqa berdim deydi. Kozlar qanchadan bo'ldi? Kozlar 13 mingdan akasi. 13 ming so'mdan aytilish bahası zo'r qo'chqor, qo'zi qo'chqorlar ekan. Endi bozor so'rab olaverasiz. Aytilish bahası 13 so'radi-ku. Qanchadan berildi? 11'den qandab turibdi. 11'den qandab turibdi. Geçkilerden tartıp koyla. 11'den juring aka. Olsa turgan balani özüm koşup tartçı. Qanchadan aldı istep, mayli? Qaysi bolam? Qaysi bolam? Korte dartında oturgan bolam. Yok, bundan var. İşini, işi var falan. Bular qanchadan bo'ldi aka, echkilar? 8,5dan 9dan da. 8,5-9dan. 8,5 9 10. Echki o'shunday. Ha, ene bala o. Ene bala o'shunday bo'lyapti. Ha, men bir o'zi o'sha. Meni ham tatib qo'y, bro. Tartip koymaydın mı? Ha, bo'ldimi aka? Yurttan göreyim özümüzü. Seni ko'ramda. Like'dan yozib turing aka. Buni qayerdan olib kelsiz aka? Allah geldim. Aqsidan. Yaxshi aka, bozoringizni bersin. Shularni oldim-da aka. Aldingizmi? Barakasini bersin aka. Qaysi bab bo'ldi aka? Qaysini so'rayapsiz? Qaysi? 5-10. 550, 10 mingdan ha? Berbedingizmi? Qo'shqorlar yaxshi, 10 ming so'mdan. 2 ming so'mga tartishmang aka, yaxshilay qo'shqorlar ekan-da. Endi yo'q, bunday qilayli. Siz kishini o'tiring, siz qo'shing kishini. Bunday kelsa bo'la turgan 2 ming so'mni deb hozir shart ketib bersangiz to'g'ri kelmaydi sizlarga. Sizlarga bering tushib. Teng, satıldı shunchaga deb video chiqarib qo'yilaymi. Shu 5 kun. Bering kishini. Qo'shing kishini. Agar tushib bering. Gör törtte ol. O'sha 42 ga beraver, o'sha ayollar bog'ilib zaten ber. 42 ga. Yo'q, 42 berganda bordi o'sha 42 no'g'is qolyapti o'shanda ishlarga. Çoğunu alıp ketip aldı. Çoğun 13 ming. Ha, qanday berki birov ketibdir. Yana ketibdir nerdagi? Qanchaga ketdi o'sha? Va gengam qarmab bo'ldi, qarmasangiz beradi-da. Başka satma. 2 ming so'mga kelishamiz. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz? Bozorni qizityapsizmi? Anchadan bermang, kelmang bozorga, ko'rib chiqaymiz. Qanchadan bo'lyapti bu echkilar aka? Hozirgi 6000, narxi 7300 bo'ldi yana bala. 6000, narxi 7300 yana bala, ha? Juda zo'r.
Bazarınızda bersin. Qancha bozor topyaptimi? Lashni bozorda yo'q, hozir mol bozori tarqatdi. Siz aka? Yo'q, assalomu alaykum. Bunday, yaxshimi? Sizdanmi aka? Qanchadan bo'ldi? 8200 en sondan bo'ldi. Berib edingiz. Berib. 9000, 9200 narveriz o'shanday bo'lyapti, o'zi qo'zlar 10000 gacha. Hozir o yerda 10000 dan berib edi, cho'ngroq ekan. 10 ga dadil Bozor o'shanday tug'anlar, 10000 so'mdan dadil tervaza bo'ladi, ha? Baga turganlar bo'lsin mı? Realna ba 10000 so'mdan dadil qo'shqurlar terib olsangizlar bu 8,5 mingdan berib berdim. 9 dan kelsa berib berasiz? Berib beraman. 9000 dan berib ber. Bozoringiz. Shunday bozor tug'anlar. Video yaxshi like bosib, kanalga xattalib qo'yinglar. Buyursa har juma shu bozordan obzor qilib turamiz. Ошол атты биrini өз алып тур 140 миң сомго бүгүнкү жылкы базарда. Мына. Соодасын берсин. Мынакей достор, ушул 3 ат тең бышты экен. Үчөө тең сатылат. Сизге караштуу дос баланын аттары. Мурат эми булардын акчалары канчадан? 100 миңден үчөө тең. Telefon номери 500 0500 81 88 92 ekan, ha? Aka dostlar. Alzanslar bolat mına. Şu turuşlar aslar. Aka dostlar. Ушул тай сатууга чыкты бүгүн биздин Соломо базарыбызда. Кайсы айылда турат бул? Коштөбөдө экен мынакей. Россия окшойт, а? Машалла. Бияка өтүп көрсөтөлү. Так, эми бул тайдын акчасын, телефон номерди айтыла, достор. 0509 Аха. 74 74 71 71. Шундай Көрсөт. Агыр иштер ал бири-бирине телек. Мынакей. Мына. Болду. Адрес Коштөбөдө. Ушул жигиттен барып сурап, телефон чалып, соодалашып ала бересиздер. Достор, азыркы тайдан кийин эле ушул бие сатууга чыкты. Биздин каналга. Мынакей. Бою дагы бир турушу бир аттай экен негизи эле. Азыр боюн, акчасын, телефон номерди сурап берем. Орловский жылкы экен. Туган эми мунун адресин, анан мунун боюн айтсаңар азыр канча чыгат? Ой, 170 чыгат, жогору да. 170 плюс, а? Плюс. Аха, мындай жака келип алайлы. Жашычы? Жашы 6. 6 жаша. Экини туган, аха. Адрес Совет Сайда. 1-май. Телефон номер? 778, аха. 90 22. Мынакей достор, кимге ушундай аттай болгон бие керек болсо, ушул номерге байланышка чыгып, соодалашып ала бересиздер. Мынакей. Базы 200 сүйлөшөбүз. Базы 200 кем бар экен. Мынакей.